Başka 15-20 kunda bang qiladi do'stlar. Portlatib, o'sha maydalab sotishar ekan. O'shuning uchun juda ham arzon narxda birinchi qo'l do'stlar. Agar sizlar ham travitin sex ochmoqchimisiz, uyingizni kafel travitin qilmoqchimisiz, devorda travitin qilmoqchimisiz, nima travitin qilgis kelsa ham do'stlar, pожалуйста do'stlar, birinchi qo'l do'stlar, koniga keldim. Voy, videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, sizlar uchun mana shunaqa pashti salgan tekindan jichcha qimmatroq narsalar topib kelyapman do'stlar. Buning uchun like qo'yib, Oybek gazini bossangiz, men addushim mendan bitta yuruvchi bor do'stlar. Chunki sizlar uchun harakat qilyapsiz. Xudo xolisa, xalqimiz uchun do'stlar. Xo'p, do'stlar, biz konga kelganmiz. Travitin ishlab chiqarish koni. Aynan bu Turkiyaga yetganimizda do'stlar, biz O'zbekistondamiz, xudo xolisa. Egasi mana Allohxon aka, assalomu alaykum. Allohxon aka, xudo xolisa xalqimiz uchun xizmat qilyapsiz aka, Alloh kuch-quvvat bersin. To'g'risi, oldin to'g'risi bir paytlar eshitdim, birinchi travitinni ko'rganimda Turkiyadan kelardi aka. Toshlari, qoplari travitindan kelardi. Hozir mana aka, shu xabarlarni olib kelibsizlar, ruxsatnomalarni olib aka, o'zimizda chiqaryapsizlar ekan aka. Alloh rozi, kuch-quvvat bersin do'stlar. Endi travitinni eng arzoni shu 50 so'mdan dedingiz. Bu qanaqasi? 50 so'm zirif bo'lgan toshlar, harsang toshlari. Harsang toshlar. Ha, odamlar o'zi kelib drabilkasiga olib borib, o'zi xohlagan fraksiyalari uchun shu drabilkasi yo'li uchun ham mana 9 xil mahsulot o'zimizga chiqazib qo'yganmiz. Xo'p, nima ishlab chiqazaman desa, xomashyo tayyor. Bu hali ko'pincha ohaydi, mana travitin. Yo'q, bu ohay emas, u gil emas, bu rostagasin travitin. Hozir travitin. Ruxsatnomalar bor, sertifikat, litsenziya hammasi bor. Hammasi bor. Bu aka, haqiqiy travitin tosh bo'ladi-da. Shunaqa, tabiiy tosh. Mana suv urgandan keyin erib ketmaydi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Haqiqiy tosh mana. Drabilkaga solib. Qani yomg'irda naqasi chiqib ketyapti. Erib ketmaydimi suvda bu? Yo'q, shunaqa bo'ladimi? Yo'q. U erimaydi suvda. Erimaydi. Ya'ni brushatkalarni ham qilishyapti, nimalarga qilishyapti. Bular brushatkalar mashinalar. Mana mashina 80 so'm. Va mana bu drabilkadan chiqazib qo'yilgan. Bu yirik maydaroq ekan-da bu. Ha, o'zi kim xohlasa qanaqa fraksiya chiqarish uchun xaridorlarning talabidan mana shunaqa qilib chiqazib qo'yganmiz. Uylariga chiroyli qilib, yerga brushatka qilsa ham bo'ladi. Dekorativlarga ham ishlatsa bo'lgan, to'g'risimi? Bo'ladi. Bu xo'p, yerdan chiqadi. Suv hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa, bu o'zi qachonlardir dengiz, okeanda tashkil topgan narsa o'zi. Bu suvdan qo'rqadigan emas. Suvdan qo'rqadigan emas. Xo'p, erimaydi. Bular qanaqasi aka bular? Bu mana brushatka ishlab chiqazayotganlar uchun mana. Shaharda Rasman tayyor qilib qo'yilgan. Kiroshka qil, un qilib o'tirishmaydi, mana tayyor o'zi. Hali travitin brushatkalar reklama qilganda rang qo'shmaydi, tabiiy mashg'ulot. Tabiiy mana shu. Hech qanaqa rangi yo'q mana bu. Mana hozir ommalashayotgan aka mana bular. Bu 2 so'm, 250 so'mdan. Mayda yirikligiga qarab. Do'g'ri. Mana bu hozir ommalashyapti termotravertin, ha? Mana kiroshkalari 7 likdan to mana 3 likgacha tayyor qilib qo'yilgan. Hali rangli travitinlar qilishadi. U qanaqa bo'ladi? Uni rang qo'shadi, boshqa qiladi. Ha, shunga rang qo'shadi. Pigmentini qo'shadi. Bu o'zining tabiiy rangi mana shu, o'zgarmaydi. Quriydi, o'zining rangiga kelaveradi. Mana bu namar bo'lib turganlarni ko'rsanglar, mana tabiiy rangi bo'lib turadi. O'zgarmaydi. Bular necha puldan aka? Mana yiriklar. Bu 400 so'm, mana bunisi 500 so'm. Ha, maydalanishganda narxi. Endi men maydalanishganda 2 marta elakdan o'tadi. Bu shuni hisobini olingan. Bu haligi devorlarga surkashyapti, o'shalardan bo'lsa kerak. Shunaqa. Termotravertinchilar mana shundan, mana bu 400 lik, 700 lik unimizdan qo'shib tayyorlashadi. Bu ham travitin unlari bular. Bu mana tayyor 400 lik, 700 lik. Travitin bilan shug'ullanadiganlar o'zligi tushunishadi. Bu mana sal yirigi ko'prog'i mana shakarligi. 9 xil mahsulot. 400 so'm. 400 so'm. 400 so'm. Hammasi bu через melnitsa o'tadi. Buni ishi ozgina sal murakkabroq ishi. Do'stlar, 400 so'mdan do'stlar. Bu 1 kilosi, xudo xolasa. Kilosi. Yana buni ishlab chiqaruvchi travitinchi ustalar ham maza qiladi do'stlar. Menga hozir akam aytdi, bizdan olib 1000 so'm sotishyapti dedi. Men ham shu ishni qilaymikan deb to'g'risi. Endi bari kalli nimasi maroq ekan, pulni berib qo'ydim, o'zi keyin safar. Reklamaga kirganda balki o'zim ham qoramandim. To'g'risi, olib ham sotishyapti ekan. Ko'pchilik mana sizlar orqali ham biladi, odamlar bu yerda karyer borligini, bunaqa katta karyer borligini, bunaqa katta drabilka borligini bilmaydiganlar ham bor ekan. Xorazmlardan qilib bilmas ekanmiz aka shu paytgacha deb mana xaridor bo'ladi. Mashinani o'zimiz gaplashib beramiz, o'zimiz ortib beramiz. Hisob kitobini qilishadi, yo'lga chiqazib yuboramiz. Pulli оборудование olib kelgansiz aka.
yuring, ko'rsataylik оборудованияni. Bir polniy mana shu ishlab chiqarar ekansiz, nima qilar ekan-da? Ketib 200 ming ketganmi aka bunga? 200 mingdan ko'p ketgan bu. Jam masjidga deyapsizmi? Ham drabilka, drabilka narigisi melnitsa ko'rinadim, naryoqda mana un qilayotganimiz. Melnitsa. Sizga bitta narsani aytaymi, Oybejon? Men buni o'zinglar uchun shunday bilasizlar. Mana turgan arram bor-ku. Bariviy arra deyiladi, turetskiy. Arra. Ha, respublikada bitta desa ham bo'ladi. 157 ming dollar turadi. Bitta arrani Mana shu bitta bariviy arrani o'zi. U nima qiladi? U joyida kesib beradimi? Joyida mana bunaqa qilib blokka bitta ko'rsataylik. Mana shu mashina orqasi turadi. mashina olib ketdi. Mana sayroni keskandek kesib oladi. Keyin italyanskiy liniyamiz bor. Plitalar kesib tayyorlaymiz. Qarang, mana mashina hozir so'ramoqchi edim. Bitta mana kesadigan liniyalarim bor ekan. Travit mana mramordan kesib tosh qilib berishadi hali. Plita. Plita qilib beradi. Bularda ham shunaqa plita qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Travit. Bularda ham mana o'zi kesgan ekansizlar-da, mana. Ha, kesib qo'yilgan. Buni endi sal treshinasi borlarni biz drabilkaga sovoramiz. Haliga uni aytayotgan, u arrez mashina urib tashlayotgan-da. Mashina kesib oladi ana o'sha yerda turgan arra. Mashalloh do'stlar, qaranglar, shuncha endi hamma tadbirkor ham bunaqa katta risk qilavermaydi do'stlar. Bu arzon narsa bas. Shuncha narsani Xitoydan olib kelmoqda. Alohonaga like qo'yib, aka, malades, bosing gazini deb qo'llab-quvvatlasanglar, mana shunaqa tadbirkorlar shu kommentlar o'qisa, bosadi-da, yana ham hamma narsani arzonlashtiradi. Oldin aytayman, Travitni faqat boylar qilardi, aka, narxi o'ta qimmat edi. Hozir mana alhamdulillah aka, o'zimizni chiqarib nima qilyapsizlar? Shunga mehnatda endi do'stlar. Hozir bu yerda tog'ning tepasi do'stlar. Gaz yo'q, to'g'risi. Suvni qattandir o'sha tortib kelishyapti uzoqdan necha kilometrdan do'stlar. Shu xarajat qilib xalqimizga arzon tushsin, nima tushsin deb mehnat qilishyapti do'stlar, xudo xolasa. Mana mana shu tomon bitta ko'rsatib ham beradi mana do'stlar. Ash tog'ni urib kelamiz deymi, nimalarni? Yo'q, chap tarafda mana bu tikka bo'lib turganlar mana o'sha yerlar. Xudo xolasa. Xo'p, endi bitta nima aka? Dastavkalarimiz qanaqa? Dastavka mashinalarimiz ham bor. Qatga deysiz, hisob-kitobini chiqazib berib. O'zi kelib olib ketsa ham bo'laveradi. Ha, o'zingiz kelsa ham ortib beramiz. Ortib berishlar hammasi bizning hisobimizda. Bat lokatsiya Chustdan, Chust Qoraqo'rg'on. Chust Namangan, ha, Chusti Qoraqo'rg'on. Qoraqo'rg'on joy. Endi ekranda akamiz nomerlari chiqib turibdi do'stlar. Kimdagi ham shu Travitin bilan shug'ullanaman, Travitindan brushatka ishlab chiqaradimi yoki Travitin mahsulot ishlab chiqaradimi, Travitin mahsulot ishlab chiqarib ustachilik qiladimi do'stlar? Hammaga qo'llab-quvvatlab do'stlar, like qo'yib, kommentariyaga shu o'sha akalarga jo'natib qo'yinglar aka. Siz shuning uchun aytib qo'yganingiz uchun, shu o'rtog'ingiz, jigaringiz, do'stingiz, tanishingiz shunchaki mahsulotni arzonroq olayotgani hisobiga yana ham daromadi oshadi. O'rtog'ingizni puli ko'paysa, sizning ham pulingiz inshaalloh ko'payadi do'stlar. Sizni podдержка qiladi baribir o'rtoqlar. Sizlar ham bizni podдержка qilinglar, like qo'yinglar, qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa, podpisatsiya tugmasini bosinglar. Yaqinda 1 millionta bo'lamiz. Chotki 1 millionta bo'lishda endi nishonlash variantlari bo'lsa, like qo'yib, ham kommentariya yozib qo'yinglar.